Assalomu alaykum barchalaringga. Buni nolchi quyadigan, noldan uy quradigan ustalar, uyda egalari ham bu videoni o'tkazib yubormanglar, manfaatli bo'ladi. Ozodbek suvni sep. Ko'proq sep. Ko'rlayna polnisi betonimizni proyekt bo'yicha hamma razmerga qo'yib, garderob, hammom hamma holatini xuddi shunaqangi holatda betonda razmerini shunday chizib olganmiz. Qarang qanaqa chiroyli chiqqan. Bu yomg'ir yog'sa ham o'chmaydi. Qora markerdan foydalansalar ham o'chmaydi inshaalloh. Har bitta shogirdingiz ham bemalol o'zi burchaklarni chiqarib qoqib ketadi. Apalakani shu chiziq bo'ylab qoqib kelsa bo'ldi. Hamma chiziqlar goniya asosida chizilgan. Bironta ko'z qilib chizilmagan. 1 santimetr u yoq bu yoq emas. Inshaalloh ishimizni xayrli qilib bersin. Birinchi quyilgan birinchi qadam to'g'ri bo'lsa, inshaalloh qolgan ishlari, g'ishirilishi, kolonna quyilishi, tom yopilishigacha bu ta'sir qiladi. Har bitta burchakka atves tashlab tepaga chopib ketiladi 2 etajli binoyimiz. Bu binoyimizni foydali bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Qarang qanaqangi mo'shni holatda ketyapti. Har bitta goniyaga chizilgan chiziq bo'ylab qatirsa bo'ldi shu. Shu holatda kelsa, o'ta chiroyli, go'zal ish bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Qarang, qanaqa holatda. Qiyshiq apalakani ham hozir mana ular dublda qoqib qo'yilganda, ya'ni beton mixda hech qayerga ketmaydi. Buni qiyshiq apalakani ham o'rnasiz tortganning hisobiga to'g'rilab qo'yadi. Bu yoqda mana bu tayyor bo'lgan Hasan Husan obyektimizda tayyor bo'lgan holati va uni hozir bitta ko'rsataman. Tayyor betonlarimiz ham keldi. Biz tayyor betonga moslab apalakni o'rnatganmiz. Ko'ryapsizlar, qanaqangi mo'shni bo'lib o'rnagan apalakamiz. Ipga shunaqangi ipga o'rnatib tortib, to'g'rilik bilan o'rnatib qo'yganmiz. Taylarida har bitta plankka chiziqqa qoqilganda, buni apalakdan qatirilishlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. 3 simdan 2 qatorli qilib tortganmiz. Tayyor beton endi otib olishi mumkin-da, apalakalarni ham yoqqa shimitib, keyin ishlatyapmiz. Bu apalakalarimiz polnisi uyda egalari olib berdi. Tomizga ishlatib yuboraman dedim. Tomlarinigacha noldan o'zimiz qilamiz-da. Tom qismini ham o'ylab, arenda olavermasinlar deb uyda egalarni o'ylab, tomni materialini olib berdik. Har bitta 40 santimetrga aralangan taxtani ham tomga olib chiqib ishlataman deb taxtalarni olib oldik. Shuning uchun taxtamizga ziyon yo'q, chirish bo'lmasligini yoqqa yog'larga, qora yoqqa shimitib oldik. Ko'ryapsizmi, qanaqangi holatda figuralar ham o'rnagan, chizig'i bo'ylab o'rnagan. Bu qonniga mana shu sim tortishlarda e'tiborliroq bo'linglar. Qorin bermasligi uchun shunaqangi baquvvat holatlarda tortilish kerak simlari. Videomiz manfaatli, foydali bo'layotgansa bitta like bosib qo'yasizlar.